Menimcha video boshlandi. Hop, salom do'stlar, sizlar bilan Yusuf Plays. Men Artpix deb kelganman. Anchadan beri bilsanglar do'stlar. Hop, men o'zimni bugun ismimni oshkor qilaman. Men ismim Muhammad Yusuf va Fozilliki Muhammad Fozil edi. Har doim biza birga men Artpix edim, rolni o'ynardim. Fozil o'ynardi. Muhammad Fozil rolni o'ynardi. Lekin men kanalni nomini o'zgartirdim. Nega desanglar, men ham bekitishdan o'sha zerikib ketdim. Shuning uchun men endi o'zinglar mana shunda Yusuf Plays to'g'risizlar, meni kanalimga Yusuf Plays qo'ydim. Muhammad Yusuf. Salomlashib qo'ying, Muhammad Fozil. Salom do'stlar, sizlar bilan Muhammad Fozil. Do'stlar, men Fozil o'yning deb Muhammad Fozil deydi, chunki hammamiz ismimiz bilamiz endi. Xo'p, anchadan beri men Muhammad Yusuf edim. Kanalimni usernamemdan ham ko'rib qo'ygan bo'lsangiz kerak. Oldin bu Trevor uzr. Telefonda olmanda videoni. Yetib ketdi-yu. Vah. Bu shapat beryapti. Men o'yinni tugatganman-da, shuning uchun. Missiyani tugatganman. Shunga ham kiyimlari bor. Politsiyskiy. Xo'p, do'stlar, anchaga yozyapman kommentga. Faqat o'zim yozgandim. Faqat o'zim yozganman kommentlarimga. Bilgan biladi. Ko'rgan biladi, ko'rgan bilishi hozir bilmayman. Menga qiyin bo'lib ketdi do'stlar. Hozir shuncha yozib yordim. Telefonda olib turish. Bir qo'limda o'ynab, bir qo'limda olib turibman. Sal xira bo'lib turibdi, uzr. Endi ertalabdan video olishga qaror qildim, chunki o'zi voh. Shart berganlar bor edi, shart. Menimcha sizlar, men o'zim shart bergandim, hech kim shart bermayapti, yozganman, bilasizlar. Komment 1200 ta view bo'lgan joyiga qo'ygandim. Lekin faqat o'zing yozsan deb rostanda deb yozayotganlar bu ko'p. Ular ko'p, shuning uchun o'zim shart bera qoldim. Nimaga o'zingiz yozsan deganlarga javob. Men kommentariyani ko'proq yozsa, shunda ko'proq odam ko'rishini bilaman, shuning uchun ko'proq komment yozaman. Yana bolalar, iltimos, obuna bo'lgan bo'lsanglar ham sizlar meni videolarimni oxirigacha ko'rmasdan chiqib ketmanglar, iltimos. Nega desanglar, YouTube uni yomon video deb o'ylab ban qo'yishi mumkin, shuning uchun oxirigacha ko'rish kerak. Mashka saqlanib qilib qo'yamiz. Mashinani va CJ'ga qabriyni topamiz. Chunki o'zim bergan shart. To'xtab turib topib sizlarga aytaman. Salom do'stlar, sizlar bilan Muhammad Yusuf va Muhammad Fozil. Salomlashib qo'ying, Fozil. Muhammad Fozil. Salom do'stlar, sizlar bilan Muhammad Fozil. Xo'p do'stlar, bugun biz salom berish boshqacharoq. Nega desanglar, videoga olganimni o'chirib yuboribman va CapCutdan qo'shib yuboramiz endi. Montaj qilib yuboramiz. Xo'p, to'yimiz. Endi topishimiz kerak biz CJ'ga qabrini, chunki o'zimiz javob ber. Savol emas, missiya. Nima deydi buni? Aniq berganman. Shart. Franklin o'zi bilgan bo'lsanglar, haqiqiy Franklin, ovoz bergan Franklin CJ tog'asi bo'ladi.
Franklinni tog'asi shu CJ bo'ladi. Shuning uchun CJga yaqinroq bo'lgancha Franklinga keldik. Mana. Biz manti keluvdi-ya o'yin. Manti ekan qavmi. Uzunroqda mana. Yo'qorish kerak bitta. Bye bye. Tog'a kechirayman deb o'tgan Franklin. Bo'ldi, o'sa ketamiz bu yerdan. Bilgan bo'lsanglar, biz oldingi RTX 3 dagi videoyimizda hamma ko'rgan, ancha bo'lgan. Ko'rgan bo'lsanglar, 2 kishilik o'ynardik. Men faqat yutqizardim bitta. Planshetda o'ynardik. Keyin ana ismim tushib qoldi. O'zim ham videoga olmoqchi emasdim. Mana shu ko'rganimdan keyin eslab o'zi oyim kelib ketdi, shuning uchun ketdim. Videoni har kun ko'ramiz. To'g'risini Bizlar yoqib qo'ygan. To'g'risini Zo'r o'yin. o'zimiz planshetda olardik, lekin hozir kompyuterda olamiz, chunki chiroyliroq chiqadi kompyuter. Planshetda hozir ololmaymiz. Keyin poyezdmi? Ha. Chiqib olamizmi? Ketdik. Tekin taksi. Hoppa! Yes. Yeah. Taka. Voy, ketib qoldik. Motosikl qo'y. Pasroq oling. Kompyuter posting. Monitor. Давай, let's go. 66 ppm 296. Bo'pti poyezd aka. Mana bu 30 anaqa benzin chiqadi ichidan. Benzin olib ketayotganiga. Kimdir benzin tegib qo'ygan. Voy! Ya zapravka olib ketayotgandir. Ay kompaniyaga. Voy. Franklin. Tiqilib ketdi. Chaga. Qo'lamiz. Trevor eng mashhur anaqasini ko'rgan bo'lsanglar kerak. Chaga qiladi. Tush. Voy, urib ketdi-yu do'stlar, ey. Tura o'rnidan. Beri hook. Yes, Yes, sir. That hard qiladi. Beri hook. Yeah. Voy, tushib qoldik. O'tib ko'ramizmi? Portlab ketsa lekin. Chiqmas. Ana odamni o'ldiring. Odam o'lsa ham mala deydi. Poyezd yaxshi ko'radi shunchalik. Yo'q, bana. Tushunasizmi? Haydayverishini. Kamazni. Pasroq. Kompyuter ko'rsatasiz? Yana kamaz haydaylik. Yo'q, yaxshiroq. Sekin yuradi, ba'zan mayli. Uramiz. Motosikl. Poyezd sekin yetib olardik. Yaxshi kamaz, zo'r kamaz. Bitta missiya qilsa bo'ladi, lekin men qilib bo'lganman. Ana tepada bor ekan. Sen o'yintiga bo'lgandi. Ana. Voy dot. Basta o'ttilamin. Oppa do'stlar. Toilet. Qanday chiqadi endi? Chiqadi. Mana shu zo'r kamazda do'stlar, orqaga ochalaydi ishiga. Voy. Ham mashinaning ustidan chiqib ketadi, ham chuqurlardan chiqib ketadi. Faqat mana shu radioni eshitdinglar, Let's Ur. Los Santos Underground. Mani qo'shig'im bu. Da, gaplashib Trevorlarga qilamiz. Trevor ham Michaelga.
Xo'p bo'ldi, men endi o'ynayman. Endi men olaman, ba'zi o'ynayman. Va xayr do'stlar, sizlar bilan Muhammad Yusuf va Muhammad Fozil bo'ldi.